Nega POI kommutator qiziydi? Hozir 3 ta sababini va yechimini aytib o'tamiz. Birinchisi, bu sifatsiz va ingichka kabel bo'lsa, yuqori qarshilik tufayli energiyaning katta qismi to'g'ri kabelda issiqlikka aylanadi va kommutator qiziydi. Shuning uchun sifatli va qalinroq kabellardan foydalaning. Ikkinchisi, IP kameralar, Wi-Fi kirish nuqtalari siz o'ylaganingizdan-da ko'proq quvvat talab qilmoqda. Natijada kommutator maksimal darajada ishlaydi va qizib ketadi. Shuning uchun kommutator quvvat budjetini inobatga oling va 20-30% zaxira qoldiring. Uchinchisi, bu kommutator turgan joy. Agar kommutator turgan joyda havo yaxshi aylanmasa, simla chalkashib yotgan bo'lsa, harorat ko'tariladi va natijada qurilma qiziydi. Barcha muammolarga yechim bu Pixitech'ning telekommunikatsion shkaflari. Joyingizga qarab, devorga o'rnatiladigan ixcham yoki polga qo'yiladigan modellarni tanlashingiz mumkin. Bu shkaflar qalin po'latdan yasalgan, samarali sovutish tizimi bilan jihozlangan va kabel menejment uchun juda qulay. Pixitech shkaflari haqida to'liq ma'lumot olish uchun ariza qoldiring va o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.